Oxirgi paytlarda agar kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, bilsangiz kerak, Novostroykadan tayyor remontlik uylar kvadratiga $1000 va undan baland narxlarda chiqyapti. Hozir biz sizga 102 metr kvadratni tashkil etadigan Novostroykadan birinchi qavatda joylashgan, narxi esa 75 ming so'ralayotgan kvartiramizni obzorini qilib beramiz. Prixoshkasidan obzorimizni boshladik. Kirib kelish eshigimiz bo'lyapti. Mana bu prixoshkamiz keng, xonalarimiz hammasi alohida. Planirovkamiz ideal planirovka hisoblanadi. Umuman gluxoy xonalari yo'q, hamda hammasi alohida. Undan tashqari skvozная ham bo'lyapti. Domning ikkala tomoniga ham derazalarimiz chiqyapti. Bu kvartiramizda ozroq yashalgan. Xo'p, keling endi qolgan xonalarimizni ham ko'rib o'tamiz. Bu mehmonxonamiz edi, birinchi xonamiz. Bunisi bu yerda oshxonamiz bo'lyapti. Ushbu kvartiramizni siz agar pulingiz yetmasa, agar 100%lik ipoteka qilib olsangiz ham bo'ladi. Bank tomonidan qolgan summasini olgan holda kredit qilib chiqarsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Buni yotoqxona sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mehmonxona, o'zingizni elingizga yarasha jihozlab olsangiz bo'ladi va oxirgi xonamiz, marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu asosan bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hisoblanadi. Bemalol 3 tagacha farzandingizga bemalol sharoit qilib bersangiz bo'ladi. Kvartiramiz Samarqand shahrida Mirzo Bedil ko'chasida Sino zavodining shundoq yonida joylashgan alohida sanuzlarimizni ko'rishingiz mumkin. O'ylaymanki, kerakli barcha ma'lumotni berib o'tdim. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling.